Agar qiz senga men seni do'stimdek ko'raman degan bo'lsa, tabriklayman. Sen friend zonaga tushgansan. Bugun nima uchun bunday bo'lishini va undan qanday chiqish mumkinligini ko'rsataman. Bu nima? Bu qiz seni prosta o'rtog'dek ko'rishi. Sen u bilan uchrashasan, birga yurasan, yozishasan, u sen bilan qiziqish bilan gaplashadi. Lekin sen u bilan yaqinlashmoqchi bo'lsang, unga nima his qilayotganingni aytmoqchi bo'lsang, masalan, qo'lini ushlamoqchi yoki quchoqlamoqchi bo'lsang, u srazi himoyaga o'tadi. Va sen yaxshi bolasan, lekin men seni do'stimdek ko'raman deydi. Va videoning oxirida bu holatdan qanday chiqish mumkinligini ham tushuntirib beraman. Birinchidan, sen bu tuzoqqa, ya'ni friend zonaga qanday tushib qolganingni bilib olishimiz kerak. U qiz bilan tanishayotganda sen o'zingni to'g'ri qo'ymagansan. Ya'ni sen unga o'z erkakligingni va uni olish xohlashingni ko'rsatmagansan. Qisqa qilib aytganda, u senda erkakni ko'rmagan va u seni zapasnoy qulay variantdagi bolalar qatoriga qo'shib qo'ygan. Birinchidan, o'zi u senga kerakmi? Shuni bilib olamiz. Birinchi ssenariy. Sen uni yaxshi do'stisan, lekin uni yigiti bor. Va sen jangovar qo'chqor 200 gram somsaga erishish uchun uni yigiti bilan raqobatlashyapsan. Qiz sen bilan uchrashadi. Sen uni problemalarini hal qilib yurasan. Muammolarini eshitasan. Kafeda orqasidan to'laysan. Va shuncha u uchun qilgan harakatingga u maksimum yaxshi so'z aytadi va zapasda olib yuradi. Lekin u xohladigan va sevadigan yigit bu uni yigiti. U sendan prosta foydalanadi. Seni yordamingda o'zini kibrini ko'taradi. Yigit xafa qilsa manqasini oqizib senga aytib beradi. Lekin u seni yigiti sifatida ko'rmaydi. Shuning uchun eslab qol. Bu holatda nima qilish kerak? Kimligingni esla. Sen erkaksan. O'zingni hurmat qil. Ko'zingni och. Qanaqadir somsa sendan foydalanib, seni erkakda ham ko'rmaydi. Boshqa yigitni sevib yuribdi. Sen esa hali ham hozir yaxshi bo'lib bersam, orqasidan to'lab yursam, yigitini tashab ketib meni sevib qoladi deb umid qilib yuribsan. Bunaqa holatda hammasi oson. Bunaqa qizni sevdirish kerak emas. Yuziga qaraysanda, "Pashol naxuy" deysan. Va bu qiz bilan muloqotni bas qilasan. Keyingi bo'lishi mumkin holatni ko'rib chiqamiz. Sen qiz bilan tanishding va sizlar yaxshi gaplashyapsizlar, yozishyapsizlar, bir-ikkita uchrashuvga ham chiqqan bo'lishinglar mumkin. Sen yaxshi yigitsan, lekin men seni do'stimdek ko'raman deyapti. Bu nimani anglatadi? Sen muloqotga kirishda xato qilgansan va o'zingni to'g'ri qo'ymagansan va seni friend zonaga tiqib qo'ydi. Hozir men senga friend zonadan chiqishni, uni yaxshi do'stidan yigiti bo'lishni tushuntiraman. Ko'p odamlar friend zonadan chiqishi iloji yo'q deydi. Lekin yo'q, buning iloji bor. Birinchi o'rinda, hech narsadan qo'rqmasliging, u bilan muloqotni tugatishga har soniya tayyor bo'lishing kerak. Va keyin undan 2-3 kunga uzoqlashasan. Ya'ni soобщенияларga javob bermaysan, telefon qilsa ko'tarmaysan. 2-3 kun o'tgandan keyin uni uchrashuvga chaqirasan. Imminni uchrashuvga. Uchrashuvda esa unga maksimal yaqinlashishga harakat qilasan. Quchoqlashga yoki o'pishga. Va bundan keyin nima bo'lishining ikkita varianti bor. Birinchisi, u rozi bo'ladi va o'zi ham senga yaqinlashadi. Va bo'ldi, sen friend zonadan chiqding va uni yigiti bo'lding. Ikkinchisi, u seni rad etadi. Nima qilyapsan? Yo'q desa, sen unga qaraysanda, sen baribir tushunmabsan deysanda ketasan. Va undan yana uzoqlashasan. Soобщенияларga javob bermaysan, telefon qilsa ko'tarmaysan. Va uni harakatlarini ko'rasan. Agar u seni rad etganga afsuslansa va senga ko'rishaylik deb yozsa, o'shandagina javob berasan. Xohlasang chiqasan uchrashgani, xohlasang yo'q. Bu o'zi sen tanloving. Agarda u hech narsa qilmasa yoki seni do'stidek ko'rish davom etsa, uni hamma yerda blokka tiqasan va u bilan muloqotni bas qilasan. Agarda to'g'ri munosabatlar qurishni va qizlar bilan to'g'ri muloqot qilishni o'rganmoqchi bo'lsang, kanalga podpiska bosib qo'y. Va agar rostakami o'z ustingda ishlamoqchi bo'lsang va meni filosofiyam senga yoqqan bo'lsa, meni Telegram kanalim Mikmak podvalga qo'shil. Ссылкani kommentariyada qoldiraman.